Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomizda sayt borlaza Sputnikda Doniyor To'xan yaqin yerdasizlar. Yangi binomizning 3-qavatida 2 xonali 60 kvadrat metrli remontdan chiqqan xonadonni kuzatib o'tamiz. E'tiborlaringizni havola qilib biz birodab giramiz. Ishlar ham ajoyib ishlardan, glavniy ishga girgandan koridor joyi, o'ng tarafda sanuzel, devorlar polni atachento qilinganlar, ramkali qilib, Yevro ta'mirdan chiqarib ko'ttirazlar. Lyustralar asilgan, chap tarafda elektrik avtomatlari, hurmatli vatandoshlar. Pishgan g'ishtdan qurilgan yangi dom azizlar. Bir de birinchi sanuzel qismini kuzatib o'tamiz. Ishlar ham qimmatbaho, ajoyib ishlardan, kafildan chiqqan, ko'rturasiz patologiyasi plastik, unitaz vanna, bir de rakovinasi, aristolla qo'yilgan, suv nasozi ham qo'yilgan, hurmatli vatandoshlar. Gaz ve suvdan muammosi yo'q. Bir narsa xalasan ishini kichkina bir dolancha, xalasan bir prixojniy zona qilib bersangizlar ham bo'ladi. Bering, o'tiradan mesa qilib qo'ydilar, divan qo'yib bersangizlar, xalasan bir yerga tez o'rnatsangizlar, tez tomosha qilib o'tiraverasizlar. Bir de aşxana qismi bo'ladi, to'g'rida ya'ni aşxanamiz ham o'rtacha kattalikda. Stol-stullar qo'yilgan, barcha jihozlar bilan sotiladi, hurmatli vatandoshlar. Olinadigan vajlari o'zlarining shaxsiy vajlari, kiyim-kechak posudalar. Kuxniy mebellari yana yurtgansiz, xolodilniklar, avtomat kiyim mashinalari izlar, qoltiqlar. Bir de katta xonadonlar, vichkalar, gaz plita, bir de sening yurtgansiz nastenni duh kontrolli kotyollar ham qo'yilgan, hurmatli vatandoshlar. Ajoyib yaxshisidan o'rnatganlar. Mebellar ham arzon xil emas, qimmatbaho xilisidan. Mo'ychalarga e'tibor qiling azizlar, 7-8 xil funksiyada suv keladi. Beraylik, 7 million solib qo'ysangiz bo'ladi azizlar. Oyoq tiylari hurmatli vatandoshlar, laminat pol, gilamlar döşalgan, stol-stullar ham yaxshisidan qo'yganlar. O'zlari yashiman degan maqsadda chiroyli qilib azizlar, sifatli darajada ishlatib, remont qilganlar. Buralar o'rnatilgan, yo'qturgan bu tarafda spalniy qism bo'ladi. Spalniyamiz 3-4 razmerda. Bir de spalniyadan polni qoladi. Bir de bu belancha ketadi farzandiniki azizlar. Aynalar ham plastik olmagan. Bir de yo'qturgan buralar qo'yilgan azizlar. Ajoyib yarki abolardan tanlab chiroyli qilib remont qilganlar. Azizlar, kanalımızın umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu tarafda zal qismi bo'ladi. Zalimiz 3'e 5,5 razmerda tushgan, konditsionerlar bor, gilamlar, perdeler. Bu tarafda TV zonasi, televizorlar o'rnatilgan. Ikkinchidan buralar izlar. Badam gulli lyustralar ham asilgan, chiroyli qilib taxlab qo'ydilar, hurmatli vatandoshlar. Galagellar ham qo'yilgan. Narxi 480 million so'm. Yon tarafında bog'cha, maktab bor. Suv, svet, gazdan ham muammosi yo'q, hurmatli vatandoshlar. Dokumenti tax, doğru azlansa öteden. Azizlar, gelip görüp üstünde sodasını kırıp asanızda bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Azizlar, kanalımıza abone olup, videolarımıza like bas köşesinden çıkmasın. Kanalımıza orientini aytib o'tsaysizlar, Urganch shahrimizda Sputnik Doniyor To'xan yaqin yerda yangi binomizning 3-qavatida 2 xona kvartira e'tiborlaringizni havola qilib o'tdik. 480 million so'm barcha jihozlar bilan sotiladi azizlar. Gelip fakat yaşalarınızda tayyor rasxod qilmaysizlar. Faqatgina kiyim-kechak posuda kerak bo'lgani, hurmatli vatandoshlar. Azizlar, kanalımıza abone bo'lib, videolarga like bosib, ko'rsatdan chiqmasin. Hamma sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi videoda görüşguncha xayrlab qolamiz.